yegan va uxlagan va bir xonada ulg'aygan. Ular birlagandan ovqat yegan va bir kosadan suv ichgan. Bugun ular bir-biri bilan gaplashmaydi. Nega? Chunki ularning ayollari oraga tushgan. Bu munosabatlarga ta'sir qilgan. Qanday qilib sen birga ulg'aygan birodaring bilan munosabatlarni saqlab tiklash o'rniga ayollarning aralashuvlariga yo'l qo'yyapsan, bu nimasi? Bu qaysi din? Otalar va o'g'illar bir-biri bilan gaplashmaydi. Yoki ko'chada birga ulg'aygan do'stlar, yonma-yon ulg'aygan do'stlar bir-biridan arzimas sabablar tufayli yuz o'giradi. Birodar, biz 10 yil birga qamoqda edik. 10 yil u bilan vaqt o'tkazdim. 10 yil davomida men uning uchun jonimni ham berardim. Lekin bir kichik drama yoki voqea yuz berdi. Hammasi buzildi. Nima bo'lyapti, birodar? Yuraklarga nima bo'lyapti? Hatto 10-15 yil turmush qurgan oila ham buzilib ketmoqda. Nima uchun oilalar buzilib ketyapti? Nega? Nima bo'lyapti? Bir kuni xotinim menga internetda bir post ko'rsatdi. Bir ayol eri bilan muammoga duch kelgan. Maslahat so'rayapti. 3 ta farzandi bor. Qaytaraman, 3 ta farzandi bor. Er-xotin yillar davomida birga yashagan, birga bir to'shakda uxlagan, yillar davomida bir lagandan ovqatlangan. Birodar, drama qanchalik katta bo'lishi mumkin? Birodar, biz insonmiz, hamma xato qiladi. Sen mukammal emassan, men ham mukammal emasman. Lekin nima uchun drama kelganda, yo'q, bu kechirilmas deb aytishadi? Nega? Nega? 10 yil turmush, orada farzandlar bor. U esa maslahat so'rayapti. Eri nima qilgan bo'lsa ham. Shunda bir go'zal opa hijobda, mashalloh, opa javob yozadi. Ular oldingi yaxshi kunlarni unutishadi, faqat yomonni eslab qolishadi. Natijada odamlar shunchaki jahl va g'azab tufayli barcha yaxshi xotirlarni unutadi. Bitta voqea yuzasidan ular oldingi yaxshi kunlarni e'tiborsiz qoldiradi. Maslahat olish uchun boshqa odamlarga murojaat qilishadi. Masalan, olimlar bilan gaplashadi va doim qo'ng'iroqlar qilishadi. Birodar, men faqat o'zimga tegishli haqni xohlayman. Kam ham emas, ko'p ham emas. Faqat o'zimga tegishlisini, birodar. Men so'rayotganimda noto'g'ri narsa bormi? Ozgina kam ham bo'lmasin, ko'p ham bo'lmasin. Shu payt shayton uning ongiga kelib shavirlaydi. Birodar, bu sening haqqing. Alloh Qur'onda aytmadimi? Qarang, men shuni yaxshi ko'ramanki, biz o'z nafsimizga mos keladigan Qur'on oyatlarini keltiramiz. Alloh Qur'onda aytmadimi, ey birodar, tishga tish, ko'zga ko'z deb. Shunday, menga o'z haqqimni bering. Ular turmush qurishganda shayx keladi va uning oilasi keling Fotiha bilan boshlaylik. Nima uchun? Chunki bu Qur'oni Karimning boshlanishi va shunda qalblar gullab yashnashi uchun va biz birlashishimiz uchun. Lekin keyin drama boshlanadi, nizolar. Keyin advokatlar bir-biri bilan kurashishadi. Bolalar sarson bo'lishadi. Bolalar dam olish kuni otasi bilan bo'lganda, onangiz u, onangiz bu, onangiz unaqa, onangiz bunaqa deydi. Onasi bilan bo'lganda esa, otangiz bu, otangiz bunaqa, otangiz mana bunaqa. Wow, ular shuncha yil yashab bir-biridan haq talab qiladi. Men haqdorman, yo'q, men haqdorman. Menga o'z haqqimni bering, bo'ldi. Men aytaman, yaxshi. Shunda birodar mendan so'raydi, nimadir noto'g'rimi? Men unga aytaman, haqqingni so'rashda hech qanday muammo yo'q. Menda ham ko'zga ko'z, tishga tish deyishda hech qanday muammo yo'q. Lekin men sizga hozir aytaman, agar siz odamlar bilan bu eshikni ochsangiz, Alloh qiyomat kunida bu eshikni sizga ochadi. Va agar Alloh tishga tish, ko'zga ko'z eshigini ochsa, bilasizmi nima bo'ladi? Siz juda azoblanasiz. Har birimizning hayotimizda qiyinchiliklar bor. Har birimiz xato qilamiz. Har birimiz gunohkormiz. Va har birimiz umidvormiz va xohlaymizki, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo oldida turganda Alloh bizni gunohlarimizni kechiradi va bizni mag'firat qiladi. Lekin siz hayotingizni birga o'tkazgan odamni bitta xatosi uchun kechira olmaysiz.